Avaqal issak vatandaş. Endiki leksiyadan birinchi islah deyli. Bugün 2024 yıl 6. ayının 14. günü yaptık cüme vatandaşı. Endiki mavzu, sizlerge söz verdiğim mavzumunda Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Majlisi a'zolari qonun loyiha o'tirib qo'yib, Amerika Qo'shma Shtatlari davlatlik istixborot bosh taftish idorasining ochiq oshkor bosh nazoratchimi, bosh taftish emas. Amerika Qo'shma Shtatlari davlatlik istixborot o'rni bosh nazorat idorasining ochiq oshkora doklad tuzib, Xi Jinping qatorliq Jungo Kompartiya a'zolarining chiriklishni fosh qilishini talab qildi. Mavzuda xabar 6 oyning 14 kuni Amerika ovozining Xitoy tili programmasi e'lon qilindi. Xabar bunday boshlandi. Endi buni sizlarga yozma shaklda topshiramiz. Vatandoshlar, bu davlat majlisi senatorlarining qaroridan, qonun loyihasidan vatandosh. Cumhuriyetçiler Partisi mensubu Senator Marco Rubio haftanın 4. günü, yani tünügün Perşembe 6. ayının 13. günü, yani 2024 yıllık Jungo'nun qarı niyetinin tesiriga qarşı turuş qonun loyihasi. Gördünüz mü? Jungo'nun maksat muddaları qarıştırış qonun loyihasi. Mavzulu qonun loyiha o'ttirg'i qo'ydi. Senator Marco Rubio bütün dunyoga Jungo siyosiy hokimiyatining chiriklashish mohiyatini oshkorlamoqchi bo'ldi. Senator Marco Rubio munda ko'rsatdi. Jungo Kompartiyasi Amerikaga ve Amerika'nın menfaatiga yarışar xarakterlik buzg'unchilik qilish bo'yicha qat'iy niyat keldi. Baş nima degan to'q hozir anglaysizlar. Jungo kim? Jungo zodi qandaq davlat? Bugün biz bunun bir nima deyishdan avval davlat majlisi Kengash palatasi senatori Marco Rubio'ning so'ziga diqqat ag'diramiz degan hozir mana diqqat. Yani bir o'qib o'tay vatandosh. Senator Marco Rubio bunda ko'rsatdi. Jungo Kompartiyasi Amerikaga ve Amerika'nın menfaatiga yarışari xarakterlik buzg'unchilik qilish bo'yicha qat'iy niyat keldi. Yani Jungo Amerika bilan elishiman deydi, qat'iy niyat keldi. Amerika'nın menfaatiga buzg'unchilik qilaman deydi, qat'iy niyat keldi. Yoki dunyoning yangi tartibini yarataman deydi, qat'iy niyat keldi. Buning hammasi yig'ishtirib kelsangiz, endi qo'lni uzatadigan, putni uzatadigan yer qolmadi. Faqat tavakkalchilik qilish. Ya'ni g'o'ljirlik bilan tavakkalchilik qilishdan boshqa hech qanday yo'l qolmadi. Hozir leksiyamiz dedik, 4-5 mesele aldığı geldi. Şu mesele aldığı Reis Xi Jinping özünün karakterini kandak ifadeleşki gerek de başta leksiyada sözüldük mü? Hozir delmanım şundak qarniyet geldi. Bu qarniyet bilen Jungo Kompartiyasının maksidi Amerika Qo'shma Shtatlari bilan elishish. Bu qonun loyihada mundaq belgilendi, diqqat vatandosh. Amerika Qo'shma Shtatlari davlatlik istixborot nazorat qilish idorasi davlat mahkamasi, yani Amerika Qo'shma Shtatlari davlat mahkamasi bilan maslahatlashib başlaydık. Bir cümle qilib qolibdi-mi? Bu qonun loyihada mundaq belgilendi. Demak, davlat mahkamasi bilan maslahatlashib 90 kun ichida ochiq oshkora doklad tayyorlab,
sekretari Xi Jinping öz işçiga algan Cungo Kompartiya a'zalarynyň çerekleşiş ve kolga keltirgen malbisatlaryny tepsili düşündirip beriş lazım. Demek Marco Rubio korku otur koygan kanun loyihasi Cungo Kompartiyası Reis Xi Jinping'ni öz işçiga algan barlyk a'zalary ýa-ki hakimiyet beşidiki hukuk we barlyk a'zalarynyň çerekleşiş, hiyanetçilik, kolga keltirgen malbisatyny tepsili dokladlaştırıp, yani oçuk aşkara doklad kılıp, tayarlap, Keňeş Palatasynyň aldyda gowahlykdan ötüşi gerek. Şikinçe, Amerika Koşmuş Ştatlary Döwlet Istihbarat Nazaret Kılış İdaresi rehberi 180 gün içinde bu taýýarlangan dokladnyň hulasasydan Döwlet Mejlisi, Keňeş Palatasy Istihbarat Alayda Komiteti we Döwlet Mejlisi Awam Palatasy Istihbarat Ebedi Tehsis Komitetining aldyda gowarlyk beriş lazım. Demek Amerika Koşmuş Ştatlary Döwlet Mejlisinde Döwlet Mejlisi ve Tendaş Awam Palatasıda Istihbarat Komiteti, Keňeş Palatasıda Istihbarat Komiteti. Demek bugün Amerika Koşmuş Ştatlarynyň istihbarat idaresi, yani istihbaratga rehberlik kıldan yoki nazaret kıldan idare başlığı hazır Kongresda yoki Döwlet Mejlisinde Awam Palata Istihbarat Komitetining, Keňeş Palata Istihbarat Komitetining aldyda gowahlykdan ötüş gerek. Kandak gowahlыk doklad taýýarlaş gerek. Kandak doklad Reis Xi Jinping'ni öz içine algan Cungo Kompartiya hukukdarlarynyň çerekleşiş ve malbisat baylygyny doklad kılgan doklad ne? İşki komitetiniň aldyda gowahlykdan ötüş gerek. Senator Marco Rubio bayanatyda munda görsetdi. Bizden döwletimiz, yani Amerika Koşmuş Ştatlarynyň en çoň rekabetçi komünizm Cungo'da. Deydi, bizden döwletimiz, Senator Marco Rubio mundak deydi. Bizden döwletimiz, yani Amerika Koşmuş Ştatlarynyň en çoň rekabetçi komünizm Cungo'sudur. Amerika halky Beijing rehberligidi yeni dünya tertibi şekillengen murakkep reallygyny tonup elişi lazım. Hazır Cungo'nun yeni dünya tertibi kurup oldu dep karamdyganda Marco Rubio men bilmedim bunu depdi daňa karaga. En çoň rekabetçi komünizm Cungo'sudur. Amerika halky Beijing rehberligideki yeni dünya tertibi şekillengen murakkep reallygyny tonup yetişi lazım. İktisat arkalık bolsun, yoki cemiyet, herbi tehdit arkalık bolsun, biz hazır Cungo'nun küç körüsüvatkallıgını körüp yettik. Cungo döwletimiz, yani Amerika Koşmuş Ştatlarynyň dünýäge rehberlik kılıç ornuğa Cungo Kompartiyası ötmekçi bolup atydy. Görüňizmi? Amerika Koşmuş Ştatlary Ikinji Dünya Uruşdan kiyen bir cemiyet tertibi, halkara tertip orun top, hazırkı şu tertip boyunca dünýäge rehberlik kılıp atydy. Endilikde Cungo Kompartiyası Amerika Koşmuş Ştatlarynyň muşu ornuğu ötüp, Amerikany çetke käkip etip, dünýäge rehberlik kılıç. Bu çyraýlyk eýtilgan gep, Cungo üçin eýtkanda rehberlik kılıç emas, hökmranlyk kılıç, zorluk, zombuluk kılıç. Cungo şu urun käsi hökmranlyk kılıç, zorluk, zombuluk kılıç boldy wetendaş. Tennaş ştaty Cumhuriyetçiler Partisi Awam Palata azasy Andy Oglaş hem Awam Palatasıda muş kanunga okşaş bir kanun loyihasyny oturup koydu. Tor betki inkas.
Torbetçilerin inkası qaranglandı. Nimaga inkas? Masalan, bunun ama bu nimaga inkas emas? Hozir mushu qonunlarga o'tirib qo'yilgandan keyin endi Jungoning yaqindan birki qilayotgan qilmishlari to'g'risida shuni qo'shib ekilib, begazi inkas qaytiribdi. İnkas qaytirgan organ qaysi? Aynak televiziyasi 6-oyning 14-kuni yutib. Buning mavzusi qanday? Ma'nosi qanday ma'nosi? Diqqat vatandosh. To'rbatlik inkas. Ekranda Amerika Xi Jinping sekretarining oila jamiyatining tabobat boyligini oshkorlaydi. Ya'ni mol besatini oshkorlaydi. Amerika Qo'shma Shtatlari Jungoning siyosiy hokimiyatini almashtiramdi qandaq? Asli mavzu mundaq. Amerika Qo'shma Shtatlari Xi Jinping oila jamiyatining mol besatini oshkorlaydi. Amerika'nın ichki qismida Jungoning siyosiy hokimiyatini almashtirish kerakmi yo'q deydigan munozara boshlandi. Aynak televiziyasi 6-oyning 14-kuni yutib. Ko'rdingizmi? Senator Marco Rubio'ning o'tirib qolgan qonun loyihasidan xabar topdingizmi vatandoshim? Endi biz bu yerda nima deymiz desa, Jungoga hukmronlik qilish butun dunyoga, Jungo zo'ravonlik qilish butun dunyoga, Jungo qo'l ostida egallash butun dunyoning boylik, iqtisodi va siyosatini hammasi monopol qilish. Bu to'g'rida biz Uyg'ur nima deymiz vatandoshim? O'tganda men deganim esingizda bo'lsin. Dunyo Amerikaga agish mansam sen yeydigan go'sht bor. Dunyo sen agar mabodo Jungoga agish mansam sen yeydigan mush bor. Ama meni o'qilasam, bu meni ko'z qarashim. Xitoyning maydoniga qorniyatiga. Bugun senator Marco Rubio Xitoyning qorniyatiga qarshi qonun loyihasi o'tirg'a qo'ydi. Biz davlat majlisi a'zolarining bu qonun loyihasi tez ma'qullashini umid qilamiz, hurmatli vatandosh.